Assalomu alaykum, baraka Türkiye kanalına abone olarak hammaga hayırlı gün. 3 kanallı uyni puluna ushbu ko'rib 3 sotikli hovli joyi sotiladi. Bir de gazdan, svetdan, sudan muammosi yo'q. Egasini aytishi bo'yicha baraka Türkiye kanalına yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Shunday arzon narxda joy izlab yaqinlaringizga mana shu videoni tashlab qo'yishdan chiqmasin. Umumiy yer maydoni 3 sotik. Egasini aytishi bo'yicha ko'chalarni hammaning qo'yinlanchilar aytib zo'ratib ko'p qo'yibdilar. Demir ishlar ham ajoyibini o'rnatib qo'yibdilar. Hozir joyni ichini polalar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Ya böyle joyni ichi. Pol ishlanib turibdi, patolog ishlanib turibdi, montajlari, hamma joyning montajlari bitgan. Chap qo'limizda bir xonasi bor. $4'lik. Bu yerni zal aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin o'ng qo'limizda yana bir zal bor. 2 dona zal. Birsi ayollar uchun, birsi erkaklar uchun. Joyni kelib, ko'rib, yoqsa bemalol xarid etaverasiz. Keyin bu yoqda sanuzeli bor. Sanuzelidan o'ziga yoqqan stilda ajoyib etib remont etaverasiz. Ishlarni pishgan ko'chat ishlangan. Keyin bu yoqda bir xona. Joyning sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Kelib, ko'rib, yoqsa bemalol xarid etaverasiz. Bu yerda yana bir xonasi bor. Bu yerni oshxona aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerdan polo patologi polni ishlanib turibdi. Yana bir xonasi bor. Joyning narxini keladigan bo'lsak, joyning narxi 380 million so'm aytilib turibdi. 1-2 so'm xayrona qaytarib kelishib beriladi. Orientir Adakaytda demir yo'ldan o'tgaydi. Dodik zapravka tarafdan ketganlari hozir manzillarini ham ko'rsatib o'tamiz. Charog'larni ham ko'rsatamiz. Andilar ham keyingina. Stoyash ketib, ishlanib turibdi, stoyash quyilgan chiroylatib. Bu yon tarafda charog'i bor. Mashinangizni dik qo'yasiz, shöyle darvozani qurasizdan, xudo xolasa, demir darvozani qurib turib, mashinangizni qo'yasiz. Charog'i chiqadigan eshigi bor. Bu yerda charog'i. Charog'i ham keng, ko'rib turalaringizda. 2 sotik emasdan beri shuning uchun sakina kattaroq ko'rinadi. 3 sotikli joy. Bu yerda novisdan eshingizni spani chiroylatib turib ishlab qo'yasiz, shunday xudo xolasa erganaklatib yozda hazat o'tiradigan yer bo'ladi. Novisatib qo'ysangiz. İban tarafimiz Dodik zapravka tarafdan gelish. Obxodnoydan gelish. Demir yo'ldan shunday o'tasiz. Şöyle yo'lni bo'yinda yana shu joy sotiladi. Bu yerlar ham уже dasturga tushgan edi. Asfaltlab boshlaydi ekanlar tez orada xudo xolasa. Mana shu ko'rib turgan joyingiz sotiladi. Hammaga rahmat.